Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bitta besitkamiz tayyor bo'ldi. Buni Farg'ona viloyati Rishton tumanida o'rnatib berdik, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, 8 metrga 4 metr joyga tayyorlab berganmiz. Materiallarimiz sasnadan hamma yo'g'i. Xalaklab chiroyli qilib o'rnatganmiz. Hamma joyi sasnadan buni. Tepalari taxta faner, qirg'oqlariga qosh qalam qo'yib vassalardan terilgan. Gullarimiz har doimgidek 3D gullar. Pollarimizni ham shifon pollarga qoqqanmiz. Ishlarimiz ma'qul kelsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tishlaringiz mumkin. Bundan kichikroq razmerda ham tayyorlab beraveramiz. Hammani xohishiga qarab tayyorlab berilaveradi. Bundan oddiyroqlari ham bor. Oddiyroqlari jicha arzonroq chiqadi narx-navosi. Bular 7,5 ming dollarga tayyorlab berdik shu holatda. Tepalari taxta faner bo'lgan patologlari, tomlarining ichida izolyatsiyalari bor. Quyoshdan saqlaydi. Buni to'sqichlari ham hamma joyi sasna materialidan ishlatilgan. Shuning uchun narxi jinday balandroq. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni sifatli, chiroyli qilib bitirib beramiz.